Arzon moy bilan qimmat moyga nima farqi bor? Xo'p, meni bugun qo'limda ikkita atir bor. Ikkalovi ham Lacoste White L1212 degan hit. Lekin bittasi bizda standart bo'ladi, ikkinchisi bizda premium bo'ladi. Ya'ni bittasi arzon varianti, bittasi qimmat varianti. Va bugun juda ko'p atirchilarni qiynaydigan savoliga javob berishga harakat qilaman. Arzon moy bilan qimmat moyga nima farqi bor? Premium sifat deganda bizni kompaniya chiqarib bergan eng yuqori darajadagi moylarni aytamiz. Bu originalga eng yaqin bo'lgan holatda ishlab chiqariladi. Stoykist taraflama, ingredient taraflama, ishlik va boshqa parametr bo'yicha. Kompaniya klienti talabiga qarab bu moylarni arzonlashtirishni boshlaydi. Arzonlashtirganda nima bo'ladi? Har bitta atir moyi o'zini rastlaristik komponenti bor, bu DPG deb aytiladi. Atirni arzonlashtirish boshlagandan keyin bu DPG ni kompaniya kattaroq, ko'proq bo'lgan miqdorda qo'shadi. Shu orqali чистый komponentdan qilingan konsentrat aromatni bo'lib kamaytiradi, chunki u atirdagi eng qimmat qismi bo'ladi, parfyum moyidagi, va shu rastlaritini ular ko'paytirib beradi. Undan tashqari qimmat komponenti o'rniga arzonroq bo'lgan komponentni ishlatishga harakat qiladi. Misol uchun, natural komponenti o'rniga sintetik komponent ishlatadi. Qimmat sintetikani o'rniga arzonroq bo'lgan sintetikani ishlatadi. Va uchinchi yo'li bor, ba'zi bir komponentdan ular olib tashlaydi. Bu qanaqa notalar bo'ladi? Odatda u darajada bilinmaydigan va uni olib tashlasa katta farq qilmaydigan bo'lgan notalarni, ya'ni komponentdan olib tashlaydi. Va bu общий sifatda baribir bilinadi. Hidni berayashlik va yorqinligi bo'yicha farq qiladi.